30-bob. Ko'zga tashlanmaslik. Barcha foyda kamtarinlik, shuhratga uchmaslik, qiziqmaslik hamda ko'zga tashlanmaslikda nihondir. O'z faoliyatimni tezda ro'yobga chiqarib, e'tirofga erishaman deb shoshilma. Chunki bu yerda ayni kundagi jamiyat va zamondoshlar axloqini nazarga olmasdan iloji yo'q. Bu ma'noda aytilgan ekan: mashhurlikda ofat borligin bilsalarda, o'tmaslar chetlab. Tashlanmaslik ko'zga baxtligin anglab, yana o'tarlar hatlab. Bishr deydilar: nom chiqarishni sevgan kishi oxirat halovatin topmas. Shaxslardan birining shogirdiga nasihati: o'zingni atrofdagilardan afzal sanama, doimo kamtarin va xokisor bo'l. Shuhratingni oshiruvchi o'rinlardan va dunyo tashvishlaridan qoch. Kibru dunyoni uning ortidan tinimsiz yugurguvchilarga qoldir. Nafsingni u xohlamaydigan yoqimsiz bo'lgan narsalar bilan mashg'ul etib, buning achchiq alamlarini totgin. Bu dunyoni tark etgan tanish-bilishlaring va do'stlaringdan saboq olgin. Shuni bilginki, to bizlar ular bilan uchrashib birga bo'lmas ekanmiz, hech qayoqqa ketmaydilar, balki o'z joylarida kutib turadilar. Birodar ziyorati. Kitoblarda yozilishicha, ikki dindosh birodar uchrashib qolibdi va biri ikkinchisidan so'rabdi. Qayerlardan so'raymiz? Ikkinchisi javob beribdi: Umradan keldim. Ka'bani va Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning muborak qabrlarini ziyorat qildim. O'zingiz qayerdan kelyapsiz? Bunga javoban birinchi birodar debdi: Alloh uchun sevadigan bir birodarimni ziyorat qilib qaytyapman. Hoji birodari so'rabdi: buning savobini haj qilganning savobiga almashmaysizmi? Dindosh birodarini ziyorat qilgan boshini egib, uzoq sukutga ketibdi. Shu mahal g'oyibdan shunday bir sirli ovoz eshitilibdi: Alloh yo'lida birodar tutinganni ziyorat etish 100 nafila hajdan savobliroqdir. Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday marhamat qilgan ekanlar. Bir mo'min birodarini yo'qlab ziyoratga borayotgan kishini 70 ming farishta kuzatib qo'yadilar. Ibn Abbosdan rivoyat qilingan Qayzul Qodir kitobida kelgan. Imom Sharoniy pirlari Ali Havvosdan so'radilar: hozirgi vaqtlarda birodarlarni yo'qlash durustmi yoki ularni muhim ishlardan chalg'itmaslik, bezovta qilmaslik uchun ziyorat qilmagan ma'qulroqmi? Shayx javob berdilar: niyatingni yaxshi qilginda ziyoratga bor. Qaytariq faqat nafsoniy g'araz bilan qilingan ziyorat xususida kelgan xolos.